Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avvalo barchangizga sog'lik, omonlik, yaxshi kayfiyat hamrohligini tilagan holda bugungi suhbatimizni boshlaymiz va bugungi suhbatimizga mehmonimizni taklif etganmiz Iqtisodiyot va pedagogika universiteti xalqaro hamkorlik bo'lim boshlig'i hurmatli Shohjahon Abdurahimov tashrif buyurganlar. Bugun ular bilan birgalikda ajoyib suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz va manfaatli ma'lumotlarni siz bilan ulashamiz degan umiddamiz. Shohjahon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo xush kelibsiz. Suhbatimizga rozi bo'lib, vaqt ajratib, e'tibor qilib kelganingiz uchun avvalo sizga rahmat. Taklif qilganlar uchun sizga ham rahmat. Sizni bezizga taklif qilmadik. Bugun aynan Iqtisodiyot va pedagogika universitetida xalqaro hamkorlik borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan, amalga oshirilayotgan yutuqlar bilan tomoshabinlarimizni, hurmatli yurtdoshlarimizni ham tanishtirish maqsadida sizni taklif qilganmiz. Keling, dastavval o'zingiz bilan yaqinroq tanishib olaylik. Men mana shu o'zimizning viloyatimizning Qamash tumanida, Gulshan qishlog'ida 1997-yilda tug'ilganman. Xo'sh, bakalavr bosqichimdan agar o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga 2016-yilda bakalavr bosqichiga qabul qilinganman. Talabalik davrlarimda bir semestr davomida grant Vengriyaga bo'lganida, o'sha Vengriyaga grant asosida bir semestr davomida Yevropa ittifoqining Erasmus+ loyihasi asosida bir semestr davomida ta'lim olib kelganman. Bakalavr bosqichini tugatganimdan so'ng magistratura bosqichiga qabul qilinganman. Xuddi shu institut, ya'ni Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga grant asosida o'qishga qabul qilinganman. Talabalik davrlarimda Portugaliyaning Tamar politexnika institutiga bir semestr davomida grant yutib olganman. Ya'ni konkursiyada qatnashib, o'shanda birinchi o'rinni olib, Portugaliyaga bir semestr davomida Yevropa ittifoqining Erasmus+ loyihasi davomida ta'lim olib kelganman. Magistratura ta'limini tugatganimdan so'ng Qarshi shahridagi Iqtisodiyot va pedagogika universitetiga xalqaro hamkorlik bo'limiga ishga qabul qilinganman. Ko'p yashang. Mana o'zingiz aytib o'tganingizdek, o'sha chet el oliy ta'lim muassasalarida o'sha o'zimizda o'qib turib, borib bir semestr o'qib keldim deyapsiz. Ya'ni bakalavr bosqichida ham, magistraturada ham. Albatta bu juda ham quvonarli holat. O'zimizni yoshlarimiz, juda ko'plab talabalarimiz borib chet ellarda tahsil olib, u yoqda malaka oshirib, ilm o'rganib qaytishyapti. Aytingchi, Iqtisodiyot va pedagogika universitetida o'sha xalqaro hamkorlik masalalariga qaratilgan e'tibor qay darajada? Nimalarga e'tibor qilinyapti? Shu vaqtgacha nimalar amalga oshirildi? 3 yil oldin universitetimiz tashkil topdi va universitetimiz tashkil topgandan buyon xalqaro aloqalarga katta sarmoya, katta e'tibor qaratilyapti. Biz birinchi xizmat safarimiz 2023-yil yanvar oyida Turkiyaning Karabuk universitetiga xizmat safariga borib kelganmiz. Xizmat safarida asosiy maqsad bu yerdagi professor o'qituvchilarimiz uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ya'ni xorijdagi oliy ta'limni, sifatli oliy ta'limni o'zimizga olib kirish maqsadida birinchi safarimiz Turkiyaning Karabuk universitetiga. O'sha paytlarda Turkiyaning Karabuk universiteti dunyoning top 1000 universitetlar ro'yxatiga kirgan. Biz shundan so'ng Turkiyaning Karabuk universitetiga 3 marta xodimlarimizni, professor o'qituvchilarimiz malaka oshirish kursiga jo'natganmiz. Xabaringiz bor, shu yil oyida ham 30 nafar professor o'qituvchilarimiz Turkiyaning Karabuk universitetiga malaka oshirib kelishdi. Bu albatta quvonarli. O'zimizda dars berayotgan pedagoglarimiz, o'sha professor o'qituvchilarimiz chet el oliy ta'lim muassasalariga borib, u yerdagi ta'limni uslubi, ya'ni ta'lim berish uslubi bilan yaqindan tanishib, ya'ni ulardan o'sha ta'limni sifatini oshirish uchun amaliy o'rganish bo'ldi-da. Bu yaxshi. Endi domlalarimiz, ustozlarimiz xabarimiz bor, juda ko'p borishadi. Talabalarimizchi? Xo'sh, xabaringiz bor, o'tgan yili, ya'ni 2024-yil, 2025-yil o'quv yilida Indoneziyaning Pankasakta Tegal universitetiga 2 nafar talabamiz borib kelishdi. Hozirda esa Portugaliyaning Tamar politexnika institutida 2 nafar talabalarimiz Erasmus+ loyihasi asosida grant asosida bir semestr davomida ta'lim olishmoqda. Endi qarang Shohjahon, mana shu juda ko'p takrorlaymiz-da, Erasmus+ dasturi deymiz, talabalar almashuvi dasturi deymiz.
o'zi nima degani bu? Oddiy va sodda tilda tushuntirib bersangiz, chunki menga o'xshab oddiyroq tilda tushunmaganlar ko'pda. Erasmus Plus loyihasi bu Yevropa Ittifoqi moliyalashtirilgan dastur bo'lib, bunda xorijiy oliygohlar, ya'ni yoki xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikda almashinuv dasturlari, proyektlarda, ya'ni loyihalarda birga hamkorlikda ishtirok etish degani. Masalan, biz hozir Erasmus Plus KA 171 loyihasi asosida ishlayapmiz. Ya'ni bu xodimlar almashinuvi va talabalar harakatchanligi loyihalari hisoblanadi. Bizning talabalarimiz agar mabodo o'sha grant asosida Yevropaning qaysidir oliygohida ta'lim olayotgan bo'lsa, unga oyma-oy 850 yevrodan 1100 yevrogacha oylik stipendiya ajratiladi. Ya'ni keyin yo'l kiralari haqida gapirayotgan bo'lsak, 1188 yevro har bir talaba uchun ajratiladi. Ya'ni umumiy miqdorda 80 milliondan so'mda hisoblaydigan bo'lsak, 80 milliondan 100 milliongacha har bir talabaga ajratiladi. Demak, Erasmus Plus dasturi orqali o'sha chet el ta'lim muassasalarida borib, deylik bir semestr mobaynida o'qib keladigan har bitta talaba uchun umumiy hisobda bizani valyutada 80 million so'm ajratiladi. Kim tomonidan ajratiladi? Bu yuqorida aytib o'tganimdek, bu Yevropa Ittifoqi moliyalashtiradi, shuning uchun Yevropa Ittifoqi ajratadi. Demak, o'sha Yevropa Ittifoqi ajratgan moliyalashtirishdan o'shani hisobidan talabalarimiz bemalol borib, yashash xarajatlari, yo'l kira xarajatlari, yeb ichish xarajatlari, o'qish xarajatlari hammasi qoplanadi o'sha bilan. Xuddi shunaqa. Bu juda ham yaxshi, lekin bu dasturga qaysi talabalar qatnashishi mumkin? Umuman o'sha Erasmus Plus dasturi orqali, misol xohlagan talabalarimiz qay yo'sinda borishadi? Ya'ni qanaqadir sinov bormi, imtihon bormi? Hozir biz shunaqa sinov tashkillashtirganmiz, tanlov tashkillashtirganmiz. Buning uchun biz talaba oliygohga, Yevropaga o'qishga jo'natilish uchun birinchi navbatda bu bizning talabalarimiz bo'lishi shart. Ikkinchidan, o'zining mutaxassislik fanlari bo'yicha a'lo fanlarga o'qigan bo'lishi kerak, a'lo baholarga va ingliz tilini kamida B2 darajada bilishga talab etiladi. Demak, ingliz tilidan B2 sertifikatiga ega bo'lish kerak, iqtisodiyot va pedagogika universitetini talabasi bo'lish kerak. Undan tashqari esa o'zi tanlagan mutaxassislik bo'yicha yaxshi bilimlarga ega bo'lib, a'lo baholarga o'qish kerak. Xo'p, mana hozir ayni kunda 2 nafar talabamiz Portugaliyada o'sha ta'lim muassasalarida bir semestr o'qish uchun ketishgan. Ular bilan xabarlashib turibmiz. Bundan buyog'iga ham qanaqadir cheklovlar qo'yilganmi? Deylik, bir semestrda faqatgina 2 nafar talaba bo'lishi mumkinmi yoki undan ko'proq bo'lishi ham mumkinmi? Hozir Yevropaning 10 dan ortiq oliygohlari bilan shartnomalarimiz bor. Bularga Gretsiya, Portugaliya, Ispaniya, Ruminiya, Bolgariya, Italiya davlatlari ham bor. Xo'sh, hozirda bu davlatlar bilan shartnomalarimiz uchun moliyalashtirish tasdiqlanmagan. Hozirda faqatgina tasdiqlangan oliygohlar ro'yxatiga Ruminiyaning Lucemburg universiteti, Ispaniyaning Lyon universiteti va Portugaliyaning Tamar Politexnik institutlariga grant loyihalarimiz tasdiqlangan. Biz hozir Ispaniyaning Lyon universitetiga bir nafar talabamizni bir semestr davomida 2026-yil fevral oyida jo'natish rejalashtiryapmiz. 2 nafar talabamizni Tamar Politexnik institutiga, ya'ni Portugaliyaga jo'natishni, 2 nafar talabamizni to'liq grant asosida jo'natishni rejalashtiryapmiz. 3 nafar professor o'qituvchimiz mana shu o'quv yilida Ispaniyaning Lyon universitetiga bir hafta davomida, ya'ni xodimlar harakatchanligi loyihasi asosida bir hafta davomida to'liq grant asosida borib, xodimlar harakatchanligi bo'yicha xizmat safariga borib kelishadi. Yana bu loyiha bo'yicha gapiradigan bo'lsam, o'zim ham 15-noyabr kuni Ruminiyaning Lucemburg universitetiga bir hafta davomida xodimlar almashinuviga borib kelmoqchiman. Nima uchun o'zim boryapman bu oliygohga? Sababi biz bu universitet bilan hamkorligimiz juda ham yaxshi. Men o'zimdan oldin ham 2 nafar professor o'qituvchimiz o'sha universitetga xodimlar harakatchanligi bo'yicha Erasmus Plus loyihasi asosida borib kelishgan. Lekin hozirgacha bu universitet bizga talabalar uchun grant ajratgani yo'q. Bu borada alohida o'zimni
fikr almashib kelishi kerak. Yevropa Ittifoqining capacity building degan loyihalari bor. Bu loyiha katta loyiha hisoblanib, har bir loyihaga, har bir oliygohga 100 ming, 200 ming yevrogacha grant loyiha ajratadi. Ya'ni bu pulni Yevropa Ittifoqi emas, bizga ajratilgan pulni bu o'zimiz boshqaramiz. Biz o'sha pulni o'zimizni yo'lda foydalanib, o'sha pulni o'zimizni oliygohimizni rivoji uchun foydalanamiz. Xo'sh, keyin biz rejalashtiryapmiz. Xudo xohlasa, yangi binomiz foydalanishga topshirilgandan so'ng xalqaro konferensiyalar tashkillashtirmoqchimiz. Ya'ni bizga xalqaro konferensiya ishtirok qilishimiz uchun bizga hamkorlar kerak. Bu bo'yicha ham alohida munozaralar yuritib kelish niyatidaman o'zim. Demak, o'sha chet eldagi pedagoglar, o'qituvchi professorlar bizga ham tashrif berib, ya'ni Iqtisodiyot va pedagogika universitetiga kelib, xuddi mana bizni domlalarimiz u yoqqa borib malaka oshirgandek, ular ham bizga kelib malaka oshirishadimi shunda? Xo'sh, bizga malaka oshirishga kelishmaydi, lekin bizda xodimlar harakatchanligi loyihasi bo'yicha bizga kelish rejalashtirilgan. Mana shu o'quv yilida Ispaniyaning Leon universitetidan 2 nafar professor o'qituvchimiz kelishi rejalashtirilgan. Professor o'qituvchilar bizni talabalarimizga va xodimlarimizga, o'qituvchilarimizga bir hafta davomida dars berib ketishadi. Xabaringiz bor, bundan oldin Italiyaning Perugia universiteti, Malayziyaning Sarawak universitetidan professor o'qituvchilar kelgan, Bolgariyaning Varna universitetidan professor o'qituvchilarimiz kelgan, hattoki Bolgariya elchisi Stena Rusinova xonim ham alohida tashrif bilan bizning universitetimizga tashrif buyurgan. Bu albatta juda ham yaxshi yutuq hisoblanadi. Aysizlar, chet ellik hamkorlar bilan, chet el ta'lim muassasalari bilan mana shunday do'stlik aloqalari, hamkorlik aloqalari, mana o'zingiz eshitib guvoh bo'lib turibsiz. Shohjahon aytib o'tganlaridek, bizni o'zbek farzandlariga chet el, ya'ni Yevropa mamlakatlari sarmoya ajratib, grant ajratib, ularni bevosita borib, o'qib, izlanib, qaysi ma'noda rivojlanib kelishlari uchun e'tibor qaratishmoqda. Bu ham bo'lsa o'sha aloqalarni to'g'ri yo'lga qo'yilganligi. Mani nazdimda. Chunki ular ham hamma bilan ham aloqa qilvermaydi-da. O'sha o'ziga mos, haligi o'zbekchada aytadi-ku, gapiga to'g'ri keldi deb. Demak, mana shu aloqalarda ham avvalo har doim yuzlariz yorug' bo'lsin. Yana bitta savol kelib qoldi. Mana Erasmus+ dasturi orqali bitta talaba borib bir semestr o'qishni u yoqda o'qib keladi. Buni o'sha budjet qiymati deylik 80 million so'm. Agar talabalarimiz orasida men o'sha 80 million so'mni o'zimni hisobimdan qoplayman, o'sha bir semestr borib men ham o'qib kelmoqchiman desa, u bora oladimi? Biz o'sha oliygohlar bilan kelishib, bu haqida bemalol gaplashsak bo'ladi. Meni nazdimda buni Erasmus Zero deyiladi, ya'ni grant ajratilmaydi. Bunaqa harakat qilib, bemalol bir semestr davomida o'qishga jo'nata olamiz. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Faqatgina biz Yevropa universitetlari haqida gaplashdik. Bizda Osiyo universitetlariga ham bizda grantlar mavjud. Masalan, Hindistonning Parul universiteti. Bu universitet yo'l-kira, yotoq joy, ta'lim to'liq grant asosida bo'ladi. Bir semestr davomida biz Hindistonning Parul universitetiga ham jo'nata olamiz. Faqatgina bu universitet emas, bizda yuqorida aytib o'tganimdek Polsha, Ispaniya, Bolgariya, Ruminiya, boshqa Bolgariya universitetlari bilan hamkorliklarimiz bor. Uning grant loyihasi tasdiqlanishini kutib turibman. Undan keyin tasdiqlansa, bu davlatlarga ham talabalarimizni ham, xodimlarimizni ham bemalol grant asosida jo'nata olamiz. Demak, o'sha chet elga borib malaka oshirib kelayotgan ustozlarning safi kengayadi, talabalarning ham soni ortadi. Shohjahon, mana shu o'rinda bugungi tashrif uchun vaqt ajratib, savollarimizga erinmasdan javob berganingiz uchun sizga rahmat. Men o'ylayman, o'sha xalqaro hamkorlik masalalarida hali katta yutuqlar qo'lga kiritilishi kerak bo'lgan katta marralar hammasi oldinda. Suhbatimiz so'ngida sizdan bir iltimosim shuki, yoshlarimizga aynan mana shu dunyo miqyosida ilm olishlari uchun chet ellarga chiqib, o'zlari xohlagan oliy dargohlarga borib, maza qilib har tomonlama zamonaviy, chiroyli ilm olishlari uchun ayni paytlarda nimalarga e'tibor qilishsin? Hozirgi kunda talabalarimiz o'zi qiziqqan yo'nalishlar bo'yicha ta'lim olishlari birinchi navbatda shuni maslahat bergan bo'lardim. Keyin hozir bilamizki, ko'p yangi ma'lumotlar xorijiy tillarda topsak bo'ladi. Masalan, ingliz tili, rus tili.
Hozir dunyo tili ingliz tili, shuning uchun ingliz tilida muloqotni rivojlantirsa, ya'ni ingliz tilini yaxshi o'rgansa, xorijga bemalol ta'lim olish uchun borib kelsa bo'ladi. Bizni talabalarimiz hech kimdan kam emas. Chunki o'zim xorijda o'qiganman, o'zim ko'rganman. Bizni talabalarimiz bir pog'ona ustun bo'lsa ustun, lekin past emas. Men talabalarimizga ishonaman. Xudo xohlasa, bundan-da katta natijalarga erishadi. Juda ham rahmat. Chiroyli, kerakli maslahat bo'ldi va ajoyib ta'rif berdingiz. Bizni talabalarimiz, yoshlarimiz haqiqatan ham qaysi soha bo'lmasinki, o'z ustida ishlagan yoshlarimiz dunyo miqyosida katta-katta yutuqlarga, katta-katta zafarlarga erishib kelishyapti. Mana shu o'rinda albatta barcha yoshlarimizga o'qishlarida, izlanishlarida omad tilaymiz. Hech qachon charchab qolmanglar. Faqat va faqat olg'a qadam bosishni har biringlarga maslahat qilamiz. Qolaversa, Iqtisodiyot va pedagogika universitetini aziz talabalari uchun ham qaysiki ma'noda akalik, ustozlik maslahatlarimiz. Til o'rganinglar. Ustozlardan kerakli bilimlarni vaqti-vaqtida olinglar. Berilgan fursat, berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanish o'zlaringizga bog'liq. Shoshaxon, sizga katta rahmat. Rahmat aka, salomat bo'ling. Barchangizga e'tiboringiz uchun ham alohida rahmat azizlar. Salomat bo'ling. Bugun bizda o'qigan yigit ertaga iqtisodiy yechimlarni yaratadi. Bugun bilim olayotgan qiz ertaga jamiyatga ilhom bag'ishlaydi. Biz ularni kuchli nazariya, amaliy tajriba va global qarash bilan tayyorlaymiz. Shunchaki diplom emas, natija uchun. Shunchaki auditoriya emas, hayotga tayyorlaydigan muhit uchun. 40 ga yaqin yo'nalish, yildan yilga oshib boruvchi grant, iqtidorli talabalar uchun stipendiyalar, xalqaro universitetlar bilan o'zaro ta'lim almashinuv dasturlari. Barchasi Iqtisodiyot va pedagogika universitetidagi ta'lim imkoniyatlaridir. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti yuksalishga tayyor bo'lganlar uchun.